zamonaviy uy planirovkasi qanaqa bo'ladi? Aynan hozir mana shu videoda sizlarga qisqa bo'lsa-da tushuntirib berishga harakat qilaman. Zamonaviy uy planirovkasini qilishda siz eng e'tibor berishingiz kerak bo'lgan jihatlardan biri uyda nechta odam yashaydi, nechta qiz bola farzand bor, nechta o'g'il bola farzand bor. Bularni hammasini hisobga olgan holda uy planirovkasi tuziladi va undan ham tashqari qibla qaysi tomonga qarab joylashgan, undan yomon tomonini hisobga olmaydigan tomonlardan biri bu quyosh qatdan chiqib qatga botishini umuman hisobga olishmaydi va undan ham yomon tomoni bo'lsa shamol aylanishini hech kim deyarli hisobga olmaydi. Shu sababli uylarda planirovka qilishda eng birinchi qo'yiladigan xatolardan mana shu hisoblanadi. Xo'p, undan keyin planirovka qilishda oshxonani joylashishi masalan ko'pchilikda mavhum holat bo'lib qoladi. Oshxonada qancha katta joy ajratish kerak? Bu ham uyda nechta odam yashashdan kelib chiqadigan omillardan biri hisoblanadi. Xo'p, endi oshxonani hisobga oldi deylik va birinchi qavatda nimalar bo'ladi? Birinchi qavatda agar hojona, hojota bo'ladigan bo'lsa, ular uchun albatta yotoqxona joylashtirib ketish kerak bo'ladi va ko'pchilik podval qism qiladi, yerto'la deyiladi o'zbek tilida. Yerto'la qilganda buni nima maqsadda foydalanishni umuman bilishmaydi. Odam insonga nima yoqadi? Insonning hobbilari bormi, yo'qmi? Agar hobbi bo'lsa, uni o'sha yerto'laga joylashtirsa bo'ladimi, yo'qmi? Bularni albatta hisobga olish kerak bo'ladi. Juda ham ko'pchilik masalan kinoteatr qilishadi yoki masalan bilyard zonalar qilishadi, lekin bir yilda bir marta ham ishlatishmaydi. Shu sababli inson o'ziga nima yoqadi? Birovga qarab, ya'ni uyingizni planirovka qilish bu mutlaqo xato narsa hisoblanadi. Siz o'zingizga yoqqan narsani qilishingiz kerak bo'ladi, chunki siz u uyda yashaysiz. Falonchi uyga bilyard qo'ygan ekan, falonchi yerto'lasiga baseyn qilgan ekan degan narsani esdan chiqarish kerak. Siz o'zingizga nima yoqishini bilib olgan holda qilish kerak bo'ladi. Va etajlarni, qavatlarni balandligini juda ham katta ahamiyatga ega tomoni bor. Hozir sizlarga shuni ham tushuntirib o'taman. Bugungi kunda siramaski O'zbekiston sharoitida havo ifloslanish darajasi yuqori bo'lib ketgandan keyin hamma uyiga, deyarli hamma uyiga chiller sistema, vozdуховод sistema qo'ymoqchi. Lekin ana o'sha vozdуховод uchun uy qurishda qariyb 30-40 sm joy tashlab ketishingiz kerak bo'ladi. Nimaga? Xo'p, o'sha vozdуховод deylik kanallar yurishda kamida 30-40 sm gacha joy yeydi. Endi tasavvur qiling, siz uyingizni 320 qilib qo'ydingiz yoki 310 qilib qo'ydingizda, endi u vozdуховод qilaman desangiz, patologik sizni 280-290 ga tushib qolsa, bu sizga umuman yoqmaydi. Shu sababli bu ham eng kerakli nuqtalardan biri hisoblanadi. Chunki biz bugungi kunda tajribamizda juda ham ko'p ko'ryapmizki, vozdуховод qilmoqchi yoki shu chiller sistema qilmoqchi, lekin uyiga to'g'ri kelmayapti va o'zini eng kerakli bo'lgan xohishidan voz kechishga majbur bo'lyapti. Ya'ni o'sha shiftlarning balandligi unga ya'ni fazolat qilmayapti, ruscha qilib aytganda. Xo'p, endi ikkinchi qavatga chiqadigan bo'lsak, ikkinchi qavatda aslida nimalar bo'lishi kerak? Ikkinchi qavatda juda ham ko'pchilik zal qo'yishadi yoki bo'lmasa yana shunga o'xshash qanaqadir ko'ngilochar joylar qo'yishadi. Lekin aslida ikkinchi qavatda biz har doim tarafdori bo'lardik faqat yotoqxonalarni joylashtirishda. Masalan, joy qolsa, qanaqadir bitta kattaroq hol qoldirsa bo'ladi va yotoqxonalar qilib, yotoqxonalarning ichiga o'sha sanuzorlarni joylashtirib chiqsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Bugungi zamonaviy planirovkalarda asosiy narsalar mana shulardan iborat bo'ladi. Ko'pchilik hovlida qilishda, masalan, bu yerda ham xatolikka yo'l qo'yishadi. Hovlida nimalar bo'lishi kerak? Hovlida iloji boricha kengroq yashil hududlarni qoldirish kerak bo'ladi. Ko'pchilik nima qiladi? Har xil narsalar qurib yoki har xil narsalarni tiqib qo'yib, o'sha hovlida yashil zonalar kamayib ketyapti. Bu esa ertaga hovlida o'tiraman desa, qanaqadir odamga yoqimsiz narsa bo'lish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Shu sababli planirovka qilishda albatta bu narsalarni hisobga olish kerak bo'ladi va mashinalarni garaji, ya'ni o'sha mashinalar turadigan garaj qilishda ham ko'p narsaga e'tibor berish kerak bo'ladi. Sababiki hozir siramas bitta uyda 2 talab, 3 talab mashinalar bor. Hammasini uy ichiga olib kirish shartmi yo'qmi? Buni hisobga olish kerak bo'ladi. Agar olib kirsangiz, siz qancha joy yo'qotasiz? Bularni ham albatta mutaxassis bilan o'tirib buni maslahat qilish kerak bo'ladi. Chunki zamonaviy planirovka deganda inson komfortiga bog'liq hamma narsa. Siz masalan qanaqa komfortda yashamoqchisiz? Bularni albatta hisobga olish kerak bo'ladi. Endi agar siz mana shunaqa zamonaviy planirovkalarni qilmoqchi bo'lsangiz, masalan, arxitektorga borishdan oldin mana shu bazaviy narsalar hech bo'lmaganda sizda bo'lishi kerak bo'ladi. Bir xillar boradida, menga uy qilib bering deydi, bo'ldi.
nimaga e'tibor berish kerak, qanaqa narsa qilish kerak bilishmaydi. Aynan mana shu narsalarga agar e'tibor bersangiz, siz meni o'ylashim bo'yicha siz ancha o'zingizga qulay bo'lgan, komfort bo'lgan uy planirovkasini o'zingiz xohlagan tagiga qilib bemalol chiqara olasiz. Agar sizda qurilish bo'yicha qanaqadir savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Bu savollaringizga javob beramiz. Agar siz zamonaviy planirovkada uy qurmoqchi bo'lsangiz, ekraningizda ko'rib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Biz sizga yaqindan yordam beramiz. Ana o'shanda sizning qurilishingiz eng zamonaviy planirovkada, eng zamonaviy ko'rinishda va eng mustahkam uylardan biri bo'ladi.